Kompozitlar, kompomerlar va arkamerlar. Ularning bir-biridan farqlari. Kompozitlar tarkibida organik polimer matritsa, noorganik to'ldirgich va aktiv modda sinonlardan iborat bo'ladi. Organik polimer matritsa kompozitning asosi bo'lib hisoblanadi. Noorganik to'ldirgich ashyoga mustahkamlik, yedirilishga qarshi chidamlilik beradi. Ular cho'kmaga tushishini kamaytiradi va estetik xususiyatni yaxshilash vazifasini bajaradi. Sinonlar ishlab chiqarish sharoitida noorganik to'ldirgich yuzasiga so'riladi va organik polimer matritsa va noorganik to'ldirgich o'rtasidagi kimyoviy bog' hosil qilishda ishtirok etadi. Kompozitlarning polimerizatsiyasi. Polimerizatsiya bu monomer molekulalarning o'zaro ta'siri natijasida yuqori molekulyar polimer molekulasining hosil bo'lish reaksiyasi bo'lib, ular issiqlik reaksiyasi bilan, kimyoviy reaksiyasi bilan va fotokimyoviy reaksiyalar bilan amalga oshiriladi. Kompozitlarning o'zi ham bir-biridan bir qancha xususiyatlar orqali farqlanadi. Misol uchun, ularning qotishi bo'lishi mumkin. Ular kimyoviy qotuvchi, issiqlikda qotuvchi, nur yordamida qotuvchi va ikki tomonlama qotuvchi, ya'ni nur kimyoviy, nur issiqlik bo'lishi mumkin. Tarkibidagi to'ldirgich hajmini kattaligiga bog'liq farqlar bo'lishi mumkin. Ularda makro to'ldirgichli, mikro to'ldirgichli, mini to'ldirgichli, nano to'ldirgichli, gibrid va mikrogibrid turlari uchraydi. Klinik qo'llanishga ko'ra turlar bo'lishi mumkin. Ular frontal tishlar uchun, jag' tishlar uchun va universal turlar bo'ladi. Konsistensiyasi bo'yicha turlar bo'lgan bo'lsa, an'anaviy, suyuq oquvchi va kondenserlangan kompozitlar uchraydi.